Dunyo kutgan suhbat. Tramp Putin va Zelenskiy bilan gaplashmoqchi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Joriy yilning 19-may kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qiladi. Bu haqda Amerika rahbari o'zining ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirgan. Trampning ta'kidlashicha, asosiy muhokama mavzulari Ukrainadagi urushni to'xtatish va savdo masalalari bo'ladi. 19-may kuni soat 10:00 da men Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda gaplashaman. Kun tartibida qon to'kilishini to'xtatish va savdo masalalari bor. Keyin men Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan, so'ngra esa NATOning bir qator a'zolari bilan birgalikda suhbatlashaman, deya yozgan Tramp. Tramp shuningdek 19-may kunidan yaxshi natijalarni kutayotganini va so'ngida otishmalarni to'xtatib, shafqatsiz urush yakunlanishiga umid qilib turganini qo'shimcha qilgan. Ma'lumot uchun ushbu telefon suhbati Rossiya va Ukraina o'rtasida kecha 16-may kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan 3 yillik tanaffusdan keyingi ilk yuzma-yuz muzokaralardan so'ng amalga oshadi. Ushbu uchrashuvda tomonlar 1000 nafar harbiylarni almashish bo'yicha kelishuvga erishdi va o'zaro otishmani to'xtatish shartlarini ishlab chiqishga kelishib oldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Marko Rubio bilan o'tkazilgan suhbatda Ukraina Istanbul muzokaralarini qayta tiklashga AQSh ta'siri orqali rozi bo'lganligini ta'kidlagan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning so'zlariga ko'ra, Kiyev tomoni Istanbul muzokaralarida to'g'ridan-to'g'ri Putin va Zelenskiy o'rtasida uchrashuv o'tkazishni taklif qilgan. Moskva esa bu taklifni e'tirof etgan va kelgusi muzokaralar uchun sharoit yaratishga tayyor ekanligini bildirgan. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining ikkinchi prezidentlik muddati boshlangandan beri Putin bilan 2 marta 12 fevral va 18 mart kunlari suhbatlashgandi. Ikki holatda ham asosiy mavzu Ukrainadagi mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilish bo'lgan. Shu va shunga o'xshash xabarlarni bizda kuzatib boring. O'zingizni ehtiyot qiling.